Mayli. Jasurga yana bir savollar bo'lyapti. Misol, men yangi texnika oldim. Yoki salarkal yoki farqli benzinli mashina oldim. Endi men yo gaz qo'ymoqchiman, yo propan qo'ymoqchiman. O'sha misol sizlardan mashina olib turib, haydadim 5000, 10000 kilometr yurdimda, endi metan yoki propan o'rnatmoqchiman. O'sha paytda akam kulyapti menga qarab. Chunki ma'lumot uchun Habibullo aka o'zi yaqinda bizdan texnika oldilar, Five Tiger'ga. O'zlari uchun savol so'rayaptilar hozir. Buni ham to'g'ri olib qolsa bo'ladi inobatga. Xo'p, aytaylik, men уже mana yaqinda ikkinchi mashinamni oldim. Vun kompaniyasidan mana shu akamiz ko'rdi. Men hozir o'ylayapman, propan yoki metan qo'yishni o'ylab turibman o'zim shaxsan. O'sha holatda qaysi detali garantiyadan chiqadi yoki garantiya bo'yicha qoladimi detallari, motorlari ham propan yoki metan o'rnatgandan keyin? Qabulloh, birinchidan rahmat kattakon ishonchingiz uchun ikkinchi texnika oldingiz bizdan. Bu masalada garantiyali politikada yozilgan. Hozir yana tepada aytib o'tganday Garantiya qog'ozi yozilgan. garantiyali politikada yozilgan bu ma'lumot konstruktiv o'zgartirish kiritilsa mashinani garantiyadan chiqadi. Sizni holatingizda, misol uchun gaz оборудование установка qilishsa, faqatgina motor qismi Motor garantiyadan chiqadi. Demak, o'sha men olib borib qo'ydirgan ustaxonadagi ustalar bizga garantiya beradi. Odatda chunki juda ko'p gaz va balon оборудование установка qiladigan ustalar bilan gaplashganmiz. Ular odatda o'zidan srok garantiya berishadi, tam kilometr и vaqt 6 oy, tam 1 yil. Shunda faqat motorga chiqadi, to'g'ri? Motor garantiyadan chiqadi. Qolgan hamma detallar qoladi. Shun yana bitta narsasi bor. Misol uchun mashinani xabaringiz bor, поддержать qilib turish kerak. Smaska qilinadigan joylari bor, toptirib turadigan joylari bor, tex обслуживание o'tkazib turish kerak. Bizning rasmiy dilerlardan. Вот. И misol uchun har tex обслуживание kirishsa, bizning rasmiy dilerlarda servislik ishga berish kerak. Servislik ishkada punkti bor. O'sha yerda qancha kilometr keldi, qanaqa ishlar bo'ldi, pechat, podpis, kilometr yoziladi o'sha yerda.